125-savol. Is gazi va karbonat angidriddan iborat 100 ml aralashmaga 100 ml kislorod qo'shilganda gazlar hajmi 180 ml bo'lib qoldi. Dastlabki aralashmadagi gazlarning hajmi o'lishini hisobla. Hop, keling birinchi ozgina fikrlab olamiz. 100 ml gazlar aralashmasi bor ekan. Unga qo'shilibdi yana 100 ml kislorod. O'shanda jami gazlarimiz qancha bo'lib qoldi desa, 200 ml bo'lib qoldi. Endi 200 millilitr bo'lib qopti. Aslida shunaqa bo'lishi kerak edi. Lekin gazlar hajmi deyapti 180 millilitr bo'lib qoldi deyapti. Endi 200 dan ayiramiz 180 ni. Gazlarimiz demak hozir 200 dan 180 ni ayirsam 20 ga kamayish, ya'ni gazlarning hajmi kamayishi kislorod hisobiga. Nimaga kislorod hisobiga deydigan bo'lsa, chunki kislorod mana bu is gazi bilan reaksiyaga kirishib ketib qoladi, lekin karbonat angidrid bilan reaksiyaga kirishmaydi. Reaksiya yozamiz. Is gazi kislorod bilan reaksiyaga kirishganda, demak karbonat angidrid hosil bo'ladi. 2 2 qo'yamiz. Xo'p, mana kamayayotgan 20 kislorodmidi? Demak is gazi qancha bo'ladi deydigan bo'lsam, mana 20 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'laman yoki 1 u 2 nisbatda-ku mana. Bundan 2 sarflanganda bundan 1. Bu 2 marta ko'proq sarflanyapti. Ya'ni 40 millilitr is gazi sarflangan bo'ladi. Endi qarang. 40 millilitr is gazi borligini topib oldingmi? Dastlabki aralashmalarimiz bor edi bizda. Is gazi va karbonat angidriddan iborat aralashma bor edi. Bu aralashmamiz umumiy hajmi 100 millilitr edi. Masala shartini o'qiydigan bo'lsak. Endi is gazi qancha ekan? 40 ekan. Karbonat angidridga qancha qoladi desa, 100 dan 40 ni ayirsak, qolgan 60 i karbonat angidridga qoladi. Shularni hajm o'lishlarini hisoblashimiz kerak ekan. Mana is gazining hajmi o'lishini hisoblayman. Uning uchun is gazining hajmini umumiy hajmga bo'laman. 40 ga 100 ga bo'ladigan bo'lsam 0,4 chiqadi menda. Xo'p. Karbonat angidridda hajmi o'lishini hisoblayman. Uning uchun karbonat angidrid hajmini umumiy hajmga bo'laman. Shunda 0,6 chiqadi. Demak, javob 0,4 ga 0,6 ekan. Shunda qaysi javobga to'g'ri kelyapti desa, S javobga to'g'ri kelyapti.